Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, sizlarga tabiiy o'zimizni xonadonda boqilgan echki suti kerakmi? Videoni kuzatinglar. Tabiiy o'zimizni qo'rada, tomorqamizda ko'paytirib mana shu echkilarni boqyapmiz va bir talay mijozlarimizga yetkazish xizmatlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Azizlar, kimga echki suti kerak bo'lsa, qatiq kerak bo'lsa, buyurtma bersanglar bo'ladi. Bizning bu firmamizda ishonchli. Ko'zinglar bilan ko'rsanglar ham bo'ladi, kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Shunda like, podpiskani bosib, kimga farzandiga, ota-onasiga echki suti kerak deganlar bo'lsa, videoni yuborib qo'yinglar. Mashalloh, tabarakalloh duo qilish esdan chiqmasin.